Meni hayotim zerikarli bir xillikka aylanib ketdi. Seni eshik tutqichlar sotuvchisi bo'lish uchun yaralmagansan. Ammo kunlarning birida menga bir g'oya keldi. Albatta, bu shaxta. Men to'liq qurollandim-da. Qani chuqurroq izlanib ko'raychi, nimani qo'ldan boy berdim ekan. Bu safar meni hech kim to'xtata olmaydi. Qani ushlang-chi. Meni yulduzli davrim keldi. Men g'aroyib sarguzashtlar ta'mini sezgandan mast bo'layotgandim. Men devordagi toshlarni teshib, sirli bo'lgan 2 artefaktni topguncha qora terga tushib ishladim. Mana bu narsani hamda mana bu g'aroyib ikkinchisini. Qani topinglarchi, nima bo'ldi? Boshqa dunyoga tuynik ochildi. Tashqi dunyo. Bu dunyo miyamni portlatib yubordi. Uzmovia.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Shu paytgacha men bunday g'aroyibotni ko'rmaganman. Wow! Men bir umr bu dunyoda yashaganimday tuyulardi. Bu dunyoda sen hamma narsa qilishing mumkin. Nimaniki tasavvur qila olsang. Bu meni birinchi uyim. Bunisi ikkinchisi. Mana bu esa uchinchisi. Mana marhamat. E'tibor bersalaring, qo'y junidan qilingan pushti qizg'ish. O'shanda men uni do'stona chaqirig'ini eshitdim. Aslida olganda bu bo'ri edi. Meni yeb qo'ymoqchi bo'lgan. Lekin men uni son suyagi orqali o'zimga o'rgatib oldim. Ha! Ajoyib jonivor Denis. U yonoqlarini silashingizni yoqtiradi. Biz Denis bilan ajralmas do'st bo'ldik. Hamma ishni birgalikda qilardik. Biz bitmas tuganmas shedevrlar yaratardik. Qancha ko'paygani sari murakkablashib borardi. Denis, qani baho berchi? Qanday ajoyib! Pandalar raqs tushishni yoqtiradi. Sigirlar ham. Men jannatda yashaganda yurardim. Yillar sezilmay o'tib borardi. Bu men g'alati vayronani topib olmagunimcha davom etdi. Bu yerda sandiqcha ham bor edi. Wow, ajoyib! Denis! Yo'q, Denis! Bu umuman boshqa o'lchamli dunyoga olib boruvchi tuynik bo'lib chiqdi. Ortiqcha dunyo. Bu yerda quvonch ham, iste'dod ham yo'q edi. Faqat oltin topish vasvasasi. Denis! Bu Beglini qasri, Molgoshani yetaklagan holda bu dunyoni yovuz jaholatli ochko'zlik bilan boshqarardi. O'z dunyosini talon-taroj qilgan holda inqirozga uchratgandi. Ay, sen kimsan? Buncha yiriksan. Kuchamni qo'yib yubor. Yaxshisi meni ol. Yo'q, men yaxshisi ikkovingni ham olaman. Qo'lingdagini ham olaman. Shuni bilginki sen meni dunyoyimda. Buni nomi Kup. Qo'lga olinglar. Shunday qilib, Malgosha intiqlik bilan orzu qilib yurgan hukmronlik sferasini qo'lga kiritdi. Bu kub shaklidagi sfera butun koinotdagi eng qudratli edi. Quloq solinglar, quti boshlar. Bu sfera orqali tashqi olamda bosqinchilik qilishimiz mumkin. Ularni hamma oltini bizniki bo'ladi. Men bunga yo'l qo'ya olmasdim. Tashqi olam meni qutqardimi? Endi men uni qutqarishim kerak edi. Uni to'xtatish kerak edi, Denis. Shuning uchun biz qochdik. Sferani esa o'g'irladik. Yirik bosh qochib ketdi. Uni tutinglar. Menga sferamni topib kelinglar. Denis, buni tezda yerga yetkaz. Meni hidimga qarab yur. Holy White Drive 49 ga borgan. Ajoyib jonivor. Sen bu dunyoning oxirgi najot umidisan. Bora qol, bolakay.
Men seni yaxshi ko'raman. Yugur, sen ajoyib kuchukchasan. Qo'yib yuboring. Dengiz qahramon edi. U shamolday uchib ketardi. Men uni yana ko'ramanmi bilmasdim. Biz bu dunyoni qutqarishimiz kerak edi. U to'xtamay yerdagi meni uyimga yetib bordi-da, koinotni afsunlagan ko'hna artefaktini meni suvli to'shamam tagiga yashirdi. Sfera ko'zdan pana joyda ekan, tashqi dunyo xavfdan yiroq. Voy ahmoq-ey, sferani to'shakim tagiga yashirish yaxshi reja emasdi. Shu va shunga o'xshash film va seriallarni eng so'nggi va eng birinchi. I'm on my knees. Been working so hard to fill my needs. 80-yillar oxirida Garret Garrison o'yinlar dunyosiga shiddat bilan kirib kelib, mutlaq chempionga aylandi. U yutuqqa erishgan o'yin nomi Hunk City Rampage. Uni 2 kishilik o'yindagi mohirona o'yini dunyoni larzaga soldi. No time has come, so don't mess me with. Chiqindini o'ziga xos ravishda ortishi uchun u axlatchi laqabiga ega bo'ldi. Butun o'yinchilar dunyosi hasadini keltirib, u o'ziga foyda keltiruvchi 9 raqamdan iborat shartnomani Gildiya nomli restoran tizimi bilan imzoladi. Ha! Ey, men axlatchiman. Inkor etilmaydigan fakt. Bu yigitcha juda chaqqon. Axlat qutiga tushish vaqting keldi. Garret, axlatchi Garrison. Dastxatlar tarqatmayman. Xayrli kun.